Lekin bu videoni ayollar ko'rmasin. Yo 1,5 ming, yo 1,600 dollarga tushgan edi mana shu xolodilnik bir paytlar menga. 5-6 yil oldin dollar kursi hisoblaganimizda taxminan shunaqa summa aylanayotdi. Qaranglar, shuncha vaqt ichida uyda endi artiladi, surtiladi, u yoq bu yoq qilinadi, уже qirilgan. Mana bu zo'r edi olma ranglar. Mana shuni uyda zerkib bekorchilikdan brendli plyonka qilmoqchi bo'lganman. Hozir natijalarini ham sizlarga ko'rsataman. Endi bu negativchilar, "Voy, xolodilniga nima kerak, u yoq bu yoq" deyish mumkin. Yo'q. Kimgadir kerak yoki kimgadir kerak emas bu narsa. Bilmayman, menga qiziq emas. Bu просто o'zim qiziqib shu narsani qilib ko'rmoqchiman. Buni chetlarini g'ijillatib kesib tashlayman-da. Shu bilan bo'ldi, tayyor. Haqida ham ozgina o'zgarish bo'ldi. Faqat mana shu eshigini o'zini brendli plyonka qildim, bu yoqlarni qilmadim. Qaranglar, ozgina blisk qo'shildi, effekt. To'g'ri, katta qirilib ketib qolgan ekan, endi bilasizlar, uyda hammani oilasida yosh bolalar bor. Uni o'zi boshida yengilligida qo'ysam, cho'tki turgan bo'lardi. Turib to'satdan kallam kelib qoldi. Mana bu joylarini keyin xudo xolasa yana qachondir qolaman. Bizga kerak bo'lgan narsalar, xo'p, suv sepishga bu bunaqa rakel, spirt kerak bo'ldi. Atak mamdochi ko'pchilik maqtayapti. Buni egalari xafa bo'lmasin, lekin menga uni yoqmadi shu narsa. Shu narsada kerak bo'ldi. Zo'r, lekin bu videoni ayollar ko'rmasin.